Assalomu alaykum barcha yurtdoshlar, tomoshabinlari, Jizzax Beagons kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa bu videomiz endi Beagons biznesini boshlamoqchi bo'lib turgan aka-ukalarimiz uchun maxsus video bo'lyapti. Xudo xolasa ko'pchilik Beagons biznesini boshlayotgan vaqti nimalarga e'tibor berish kerak, qanday boshlanadi, joy qanaqa tayyorlanadi, qanaqa go'yindan foydalangan ma'qul, shular haqida juda ko'p aka-ukalarimiz boshida so'raydi, tushunmaydi. Mana xudo xolasa tushuntirib beramiz. Mana noldan boshlayotgan aka-ukalarimiz uchun maxsus video bo'ladi. Xo'p, videoni oxirigacha ko'rsalaringiz, bemalol tushuna olasizlar. Aytgancha biz Kaliforniya qizil yomg'ircho'lchanga xudo xolasa aksiya aytganmiz. O'tgan safar ko'pchilik ulgurmay qolgan. Xudo xolasa aksiya yana vaqtini cho'zyapmiz. Xudo xolasa 1+1 aksiyada xudo xolasa Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanlarini xarid qilishingiz mumkin. 1 kvadrat cho'lchan olsangiz 1 kvadrat bonusga qo'shib beriladi. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Hozir sizlarga cho'lchan olishdan oldin joylar qanaqa tayyorlanadi shular haqida bitta video bo'ladi. Oxirigacha ko'ramiz. Biz videoni boshladik. Xo'p, akalar, ukalar, aytib o'tganimdek, Beagons biznesiga yildan yilga talab zo'r. Xudo xolasa bo'lyapti. Mana joylarimiz. Bu yerda jami 11 ta polimiz bor. Mana shunday beraktorimiz bor. Xudo xolasa mana yana bitta kattaroq joy tayyorlayapmiz. Mana hali oxirigacha yetmagan. Yana go'ng to'kiladi, oxirigacha yetkaziladi. Mana ko'rib turganlaringizda go'ngning holatini ustiga bir marta yaxshilab suv sepildi. Mana 20-25 sm qalinlikda yoyiladi. Mana boshlanishida cho'lchan tashlashdan oldin mana 20-25 sm qalinlikda yoyib, go'ngning namligi yaxshi bo'lmasa bir marta yaxshilab suv sepiladi. Ana undan keyin mana shu joyimiz cho'lchan tashlashga tayyor joy. Bu joy taxminan 20-25 kvadratlar atrofidagi joy. Taxminan 20-25 kvadrat atrofida joyga masalan bemalol 3 kvadrat cho'lchan tashlasangiz mana shu joyga bemalol yetadi. 4 oy davomida cho'lchanlar mana shu joyda ham ko'payadi. Ham sizlarga xudo xolasa 4-oydan o'tib Beagonsni ham olib sotishingiz yoki ishlatishingiz mumkin bo'ladi, tayyor bo'ladi o'sha vaqt, o'sha davr davomida. Keyin masalan biznes qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bunaqa joyda masalan bitta emas, 2 ta, 3 ta qilib boshlaydigan bo'lsa, 3 kvadrat emas, 5 kvadrat, 6 kvadrat va hokazo undan kattaroq ob'yom bilan boshlaydigan bo'lsa, xudo xolasa birinchi marta mana shu joyda ko'paygan cho'lchandan mana shunaqa beraktorlarni yana ko'paygandan keyin 4 ta, 5 tasiga bemalol tashlasa bo'ladigan cho'lchan xudo xolasa ko'payib uspet qiladi. Shu joyimizda o'zidan yana ko'pchilik savol beradi. Necha kvadrat cho'lchan chiqadi? Masalan, bitta mana shunaqa 20-25 kvadratli joy tayyorlasak, qancha Beagons qancha cho'lchan chiqadi? Birdan masalan 4 oydan keyin sotuvni boshlasam dedi. Bu savollarga ham javob berib o'tamiz. Bu joydan masalan davofga qilinsa, yana bir marta masalan 2 oy, 2,5 oydan keyin 60-70% kamida bu Beagons holatiga keladi. Ana undan keyin ustiga davofga qilinadi. Davofga qilingandan keyin masalan 4 oydan o'tib 5-oylarga yaqinlashib 90%, 80% kamida bo'lmasa 100% gacha Beagons bo'ladigan bo'lsa, buni elab oladigan bo'lsalaringiz, masalan mana shu joydan 25 kvadrat joydan o'rtacha kamida 2,5 tonna, balki undan ham sal ko'proq Beagons chiqadi, lekin undan kam chiqmaydi. Mana shu joyimizda 2,5 tonna. Endi masalan ichida bunaqa go'ngni qattiqlar ko'p bo'lishi mumkin, yeyilmay qolishi mumkin, suv o'tmasligi mumkin. Buni hisob kitobini olgan holda 2 tonna chiqqan taqdirda ham 1,5 mingdan sotsangiz 3 million so'm pul bo'ladi Beagons o'zi. Boyagi cho'lchanlarni masalan qilgan xarajatlari o'sha Beagons o'zidan chiqib ketadi. Mana 25 kvadrat joyda ana boring 15 kvadrat zid cho'lchan chiqqan taqdirda ham 15 kvadrat cho'lchan mana sizlarga xudo xolasa boshlanishiga foydaga qoladi. Mana bizning joylarimiz ko'rib turganlaringizda bu yerda hammasida cho'lchanlar zichligi zo'r. Hozirgi vaqtda sotuvga tayyor. Mana bu joylarda aksiyaga qo'yganmiz. Xudo xolasa olib sotyapmiz, ustiga davofga qilyapmiz. Sotuvlar xudoga shukr zo'r, yaxshi natija bo'lib turibdi. Hozir bu yerda masalan cho'lchanlarni sizlarga
bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana xudo xolasa cho'lchanglar zo'r buni. Zishligi vahshiy zo'r bo'lib tayyor bo'lgan. Hozirgi vaqtda ko'rishingiz mumkin. Buni bemalol xarid qilib, xudo xolasa dehqonchilikka yoki o'z bizneslaringizga bemalol yo'lga qo'yib olsangiz bo'ladi. Joylarimiz hammasida xudo xolasa cho'lchanglar zishligi zo'r. Kimga Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchang yoki begomlar kerak bo'lsa, mana pastda nomerlarimiz bor, shularga aloqaga chiqishingiz mumkin. Lekin tushunmagan joylaringiz bo'lsa ham bemalol telefon qilsalaringiz qo'lda kelgancha tushuntirib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmaysizlar. Mana joylarimiz xudo xolasa. Mana bu joydan ham yana bitta kichkina bo'lsa ham yana bitta joy tashlaymiz. Xudo xolasa bu yilga 60 tonnalar, 70 tonnalar atrofida begom tayyorlab, xudo xolasa dehqonlarga yetkazib berish harakatidamiz. Yana bitta joyimiz bor. Bu joyda o'zidan 60 tonna yoki 70 tonna begom chiqmaydi. Davkalarni ko'ryapsizlar, ancha qalin bo'lgan davkasi. Bu 3-marta davka qilinishi. Cho'lchanglar o'sha go'ng tezyapti. Hozirgi vaqtda zishligini zo'rligini hisobiga mana bu joyga ham ko'p bo'lmadi davka qilganimizga, lekin 100% begom bo'lib bo'lgan. Begomga aylantirib bo'lgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu ichidagi ozma somonlari chirishga o'tib, chirib ketadi. Oziq bo'lib ketadi. Bunisidan xavotir olmasangiz bo'ladi. Joylarimiz. Bu yerga ham xudo xolasa davka qilamiz. Sotiladigan joylari mana bular. Zishligi qayerda zo'r bo'lsa, o'sha joydan sotuvlarni amalga oshiryapmiz xudo xolasa. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqamiz.